Ovoz xizmat haqqini 1 million deyishyapti. Siz necha pulga qilib berasiz uni? Aka bo'ldi, olib keling, 500 mingga beramiz. Bo'ldi bo'lsa, o'taman aka oldingiz hozir. Bo'ldi, hop bo'ldi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, xor bo'ldi. Suzim sizlar Yaxshi yaxshi aka. Bunaqasi. Mana hadoyimdan ovozda chiqib taqildagan. Shunday qo'yib berasizlar. Bo'ldi, hop aka, podiyomni ko'tarib, polniy diagnostikalar qilib, nima zapchastlari ketgan bo'lsa, spiskalarni qilib beramiz. 200 ming so'm bo'ladi. Agar hadoyi bizda qildiradigan bo'lsangiz, ish jarayonida orasiga kirib ketadi, tekin bo'ladi ya'ni. Bo'ldi, buni olib kiravering bo'lmasa. Olib kiring, ko'taramiz aka. Aka, mana ketgan zapchaslaringiz, ikkita oldi kalotkasi, ikkita oldi sharoy, oldi orqa stabilizator stoykalari bo'ladi. Mana shu zapchaslar kerak bo'ladi. Ish haqqimiz 1 million so'm bo'ladi. Bo'ldi, hozirdan bo'lsangiz zapchastlar narxini biling. Labba aka eshitaman. Aka, BYD Avtomastersga keldim. Qo'limga spiska yozib berishdi. Oldi kalotka 2 ta, oldi sharoy 2 ta, orqa oldi stabilizator 4 ta. O'shani xizmatini, ovoz xizmat haqqini 1 million deyishyapti. Siz necha pulga qilib berasiz uni? Aka bo'ldi, olib keling, 500 mingga beramiz. Bo'ldi bo'lsa, o'taman aka oldingiz hozir. Bo'ldi, hop bo'ldi. Xo'p. Ustaka bo'lsa ham narxlarni hammasini bildim, qiziqdim do'kondan. Zapchastlarni olib kelaman, qo'yib berasizlar o'zingizlar. Bo'ldi aka, 200 ming so'm diagnostikaga tashlab ketasiz. Kelaman, o'shani ichida bo'lib ketasiz. Siz qachon kelishingizni bilmaymiz aka. Kelamanmi? Akalar, klient bilan ustaning o'rtasidagi munosabatni ko'ryapsizlar. Polni ko'tarib teglarini ko'rib berishyapti. Bunaqa vaziyatda 200 ming so'm pulni olib chiqarib olish kerakmi mashinani yo ishonib pul olmasdan chiqarib olish kerakmi? Izohda fikringlarni qoldiringlar.